Nega bir xil 100 ming so'm bilan oldingidan ko'ra kamroq mahsulot sotib olyapmiz? Pulimiz qolmayapti, lekin uning sotib olish kuchi kamayayapti. Buning sababi inflyatsiyadir. Bugun inflyatsiya nimaligini va narxlar nega oshishini sodda qilib tushuntirib beraman. Economicsda bu jarayon inflation, ya'ni inflyatsiya deyiladi. Inflyatsiya iqtisodiyotdagi tovar va xizmatlar narxlarining umumiy darajasi vaqt davomida oshishidir. Bu tarixdagi eng muhim so'z umumiydir. Faqatgina non, benzin narxining oshishi avtomatik ravishda inflyatsiya degani emas. Inflyatsiya bo'lishi uchun ko'plab mahsulot va xizmatlarning umumiy narx darajasi oshishi kerak. Narxlar oshganda pulning purchasing power, ya'ni xarid qobiliyati kamayadi. Masalan, oldin 100 ming so'mga 10 ta mahsulot sotib olgan bo'lsangiz, hozir 8 ta mahsulot sotib olishingiz mumkin. Pul miqdori o'zgarmadi, lekin u sotib olish mumkin bo'lgan mahsulotlar soni kamaydi. Inflyatsiyaning birinchi asosiy turi demand pull inflation. Bu iqtisodiyotdagi umumiy talab ishlab chiqaruvchilar taklif qila oladigan mahsulot va xizmatlardan tezroq oshganda yuz beradi. Sodda qilib aytganda, xaridorlar ko'p, lekin mahsulotlar yetarli emas. Talab taklifdan tezroq oshgani uchun narxlar ko'tariladi. Buni juda ko'p talab va yetarli bo'lmagan mahsulotlar deb eslab qolishingiz mumkin. Inflyatsiyaning ikkinchi asosiy turi cost push inflation. Bu turdagi inflyatsiya mahsulotlar va xizmatlarni ishlab chiqarish xarajatlari oshganida yuz beradi. Masalan, yoqilg'i, elektr energiyasi, xomashyo yoki transport xarajatlari oshganida ro'y berishi mumkin. Agar kompaniyaning ishlab chiqarish xarajatlari ko'paysa, kompaniya o'z mahsulotlari narxini ham ko'tarishi mumkin. Masalan, O'zbekistonda import qilinadigan texnika, yoqilg'i yoki xomashyo qimmatlashsa, mahalliy bizneslarning xarajatlari ham ko'tarilishi mumkin. Va bevosita bu ham cost push inflationga olib kelishi mumkin. Demak, bu yerda narxlar talab oshgani uchun emas, balki ishlab chiqarish xarajatlari ko'paygani uchun ko'tariladi. Inflyatsiya hammaga bir xil ta'sir qilmaydi. Daromadining katta qismini oziq-ovqat, transport va uy-joy kabi asosiy ehtiyojlarga sarflaydigan oilalar narxlar oshishini kuchliroq his qiladi. Agar ish haqqi oshsa-yu, lekin narxlar undan-da tezroq oshsa, insonning haqiqiy xarid qilish qobiliyati kamayadi. Shuning uchun faqat ish haqqi oshganiga emas, balki uning narxlarga nisbatan qanchalik oshganiga qarash kerak. Xulosa qilib aytganda, inflyatsiya narxlar umumiy darajasining oshishi va pul xarid qobiliyatining kamayishidir. A-level economicsda inflyatsiyaning ikkita asosiy sababini keltiramiz. Demand pull inflation, ya'ni talab juda tez oshganda, va cost push inflation, ishlab chiqarish xarajatlari oshganda. Inflyatsiya shunchaki oddiy iqtisodiy raqam emas. U oilalarning xarajatlariga, kompaniyalarning qarorlariga va davlat siyosatiga ta'sir qiladi. Men Zohir Shohman. Bu esa Econloveda, Economicsni o'zbek tilida sodda qilib tushuntirib beradigan kanal. Endi siz uchun ushbu savol javoblaringizni kommentariyada asoslangan sabab bilan qoldirishingiz mumkin.